Kelinoy Najmidinovadan hammaga salom. Bugun otpuskamni nechinchidir kuni va menda yana uborka. Uyda o'tiradigan ayolga kun bo'yi nima ish qilasan deya ko'rmang. Ishoning, uyda o'tirsangiz ish tugamas ekan. Bugun uyi yig'ib sizlarga aynan shu haqda gapirib beraman. Internetda aytilganidek, uyda o'tiradigan ayolga oylik yo'q, dam olish kuni yo'q, bayram yo'q, kamiga rahmatam yo'q. Oxirida eshitadigan gap esa kun bo'yi uyda o'tirib nima qilding bo'ladi. Aslida esa erkaklarimiz ishda xotirjam ishlashi, toza kiyimda bo'lishi, ota-onasi yo farzandidan xavotir olmasligida uyda o'tirgan ayolni o'rni juda ham katta. Ishlaydigan odam-ku ko'chaga chiqadi, o'ziga qaraydi, qayergadir borib, kimlar bilandir ko'rishib, fikr almashadi. Ammo uyda o'tiradigan kelinlarning har kunlik ishi doim bir xil. Xuddi sug'ur kuniga o'xshab ketadi. Bitta xonani yig'gunizcha ikkinchisi kir bo'ladi. Sal mizg'ib desangiz ovqatingiz kech qolishi mumkin. Shuncha qilayotgan mehnatingizdan rozi bo'lishmasa, eng yomoni shu. Aslida ayollarga ko'p narsa kerak emas. Oyda bir dona gul bersangiz, ishdan kelganingizda u bilan gaplashsangiz va muhimi e'tirozlasiz eshitsangiz, eng katta sovg'a shu. Shu bilan birga biz ayollar ham kunlarimizni to'g'ri taqsimlab, o'z ustimizda ishlashimiz juda ham muhim. Bir so'z bilan aytganda, erkak kishi uyda dam olsa, ayol kishi uydan ortib chiqolsagina ko'chada dam oladi. Xo'sh, meni kuzatuvchilarim orasida uyda o'tiradigan kelin poshshalarimiz bormi, yo'qmi? Bu masaladagi fikringizni albatta izohlarda yozib keting.